Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aziz obunachilar. Bormisiz, omonmisiz? Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida biz azizlar. Bu yerda biz sizlarga hozir umra ziyoratiga qanday boriladi va narx-navolari qanaqa bo'lyapti, hamda Gasnitsa oraliq masofalari, taomlari, liboshlari, barchasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Buning uchun siz like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka opa-singillaringizga videoni yuborib qo'ying. Biz videomizni boshladik. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kundan iborat. 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka-i Mukarramada bo'linadi azizlar. Gasnitsalarimiz 4 yulduzli gasnitsalar, oraliq masofa Madinada 250-300 metr, Makkada esa 800-900 metr oraliq masofada bo'ladi azizlar. Makkada bemalol Gasnitsadan Haromgacha piyoda borsangiz ham bo'ladi, 10-12 minutlik yo'l. Avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan, avtobuslarda ham bemalol borib kelsangiz bo'ladi azizlar. Bundan tashqari Madinadagi gasnitsamizda 2 mahal o'zbek milliy taomlari o'zbek oshpazlari tomonidan olib kelinadi azizlar. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari hamda o'zbek oshpazlari tomonidan olib kelinadi azizlar. Bundan tashqari sayohatlarimiz, ziyoratlarimiz bor. Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bo'ladi azizlar. Qur'on kitob bosmaxonalariga ham sayohat ziyoratlar bo'ladi azizlar. Haftada 2 kun ishlaydi. Agarda to'g'ri kelgan bo'lsa, bemalol kirib aynalib, ziyorat qilib, sayohat qilib chiqishingiz mumkin azizlar. Makkada esa Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohatini ham qo'shib qo'yganmiz azizlar. Bularning barchasi 14 kun umra safarida 14 kun mobaynida sizlar bilan birga hamrohlikda tajribali, malakali eliboshlar hamrohligida bo'ladi azizlar. Xo'p, hozirgi kunda bo'lmasam bizlar bilan qanday bog'lanishni o'ylayotgan bo'lsangiz, azizlar, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Agar uyingiz uzoqroqda bo'lsa, Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Bizga Zagram pasportingizni tashlasangiz, biz sizga Centrum rasmiy shot raqamlarini tashlaymiz. Albatta, o'zingizga qulay bo'lgan va yaqin bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Agarda ofisimizga keladigan bo'lsangiz, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan. Bemalol ofisimizga kelib, Centrum rasmiy kassalariga to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Albatta, Zagram pasport esdan chiqmagan holda. Agar ofisimizga kelsangiz, o'zim kutib olaman. Albatta, ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. O'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin azizlar. Undan tashqari bizni firmamiz tomonidan boradigan bo'lsak, mana bunday yostiqchalar hamda bejik beriladi. Bu bejikka mehmonxonamizning raqamlari, qayerda joylashganlari kiritilgan. Hamda kamzilchalar beriladi har xil razmerda va sumka beriladi azizlar. Bularning barchasi agarda siz Toshkent aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Toshkent aeroportida, agar Farg'ona aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Farg'ona aeroportida beriladi azizlar. Agarda siz bizni uzoqdan safardan kuzatayotgan bo'lsangiz, bizga ya'ni ota-onangizga sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Mana bunday chiroyli sertifikatlarni qilib, yoniga bitta chiroyli guldastani qo'yib, sizni ota-onangizni sizni nomingizdan tabriklab kelamiz azizlar. Albatta, Farg'ona, Marg'ilon ichi azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin azizlar. Xo'p, reyslarimizga kelsak, hozirgi kunda reyslarimiz har hafta bor. Haftani har seshanbaga Toshkent-Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftani har chorshanbaga Farg'ona-Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Xo'p, eng qiziqarli joyiga, narxlariga keladigan bo'lsak azizlar, Toshkent-Jidda yo'nalishli reyslarimizni $1050 sizlar uchun qilib qo'ydik. Farg'ona va Jidda yo'nalishli reyslarimizni esa $1075 sizlar uchun qilib qo'ydik azizlar. Bemalol ekrangingizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam kommentariyaga savolingizni yozib keting, keyingi videolarda albatta savolingizni qo'shib javob ketishga harakat qilamiz azizlar. Bugungi video syomkamiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka singillaringizga yuborib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling.